shariati islomiyada fiqh kitobda alohida ov bobi bor, soyd deydi buni. Mana shu ov bobida qanday hukmlar, qanday so'yishlik, qanday qilsa halol bo'lishligi hammasi batafsil aytib o'tilgan. Demak, parandalar haqida gap ketyapti. Ya'ni go'shtda yeyiladigan halol bo'lgan parandalar haqida gap ketyapti. Shunda haqiqatan ham miltiq bo'ladimi yo vazdushka bo'ladimi, shunga o'xshagan narsalarni o'qilib turganda bismillah, Allohu akbar deb keyingisida unutilgan bo'lsa ham zarari yo'q. Ayniqsa shu paytda bismillah, Allohu akbar deb o'qlashlik yaxshi bo'ladi. Chunki unutilgan inson unutib qo'yishi mumkin. Qiziqib ketib unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'qlayib turganda bismillah, Allohu akbar deb aytib qo'yilsa, mana shu ham inshaalloh kifoya bo'ladi. Shunda chachma o'q bo'ladigan bo'lsa, har turli joylarga o'qlar otilib, chochilib ketadi. Bitta emas, bir nechta qush o'lishi mumkin. Ana shunda asosdan bismillah, Allohu akbar deb otaydigan bo'lsa, u yerga tushib o'sha fitrcha o'laydigan bo'lsa, bu halol bo'ladi inshaalloh. Chunki bu joyda bismillah, Allohu akbar Allohning lafzi bilan aytilganligi bo'lganligi uchun bemalol uni iste'moli halol bo'ladi. Vallohu a'lam.